Hammaga salom. Hello. Bugun nima bo'ladi deb bering bu videoda? Bugun Ruxsora menga savollar berar ekan. Oldingi YouTube'imizda men Ruxsoraga savollar bergandim. Shuning uchun bugun hamma savollarga men javob Bugun beraman. saodatni мучить qilib, каверзные вопросы beramiz. Самые популярные вопросы, часто задаваемые, да? Ой, сейчас открою телефон. Такой вздох был, мне уже страшно. Я просто уставшая. Ой, хоза. У меня вчера такой тяжелый день был. За это, ну ничего. Так, ладно, давайте. Первый вопрос. Buxgalterlar necha pul topadi средний oyligi? И siz yangi mana studentlarga, abituriyentlarga именно buxgalteriyada, moliyada o'qib, buxgalteriyaga kirishi, shu sohaga kirishni tavsiya qilasizmi yoki qilmaysizmi условно-da? И bu sohada ishlab turib, qancha pul topsa bo'ladi, minimalni и maksimalni? И bu summa, допустим, bitta oilaga yetadimi, чтобы прокормить семью условно, да? Buxgalterlar yaxshi pul topadi. Agar siz главный buxgalter bo'lsangiz, как minimum $2000 topishni boshlaysiz. Bundan tashqari, yana siz главный buxgalter bo'lsangiz, udalyonkaga har xil firmalar olsa bo'ladi. Kompaniyalar, mini kompaniyalar, ularni ham $200-300 yurg'izib, oyligingizni bemalol 3000-4000 ga ko'paytirsangiz bo'ladi. Lekin bunga borish uchun birinchi kam oylikka ishlab berish kerak bo'ladi. 3 milliondan minimalni oyliklar boshlanadi buxgalterlarda. Sekin ko'tarilib ketadi. Ko'plab buxgalteriyaga o'sha 2000-3000 eshitib kirib kelishadi. Yo'q, 2000-3000 olsangiz siz главный buxgalter, высшее образование, там SSC'lar, MSF'lar, shunaqa sertifikatsiyalar bo'lishi kerak bo'ladi. O'shandan keyin bu oylikka siz pretendować qilsangiz bo'ladi yoki kichkina firmalarni ko'paytirib o'sha $2000 ga chiqsa bo'ladi. Допустим, $200 da 10 ta firma olib 10 ta firmani ham shunaqa chiqarsangiz bo'ladi. Buxgalteriya sohasi qiyin, нужно много учиться, juda ham ko'p o'qib va бесплатно ishlashga yoki kam oylikka ishlashga вначале xobdi berishingiz kerak bo'ladi. Lekin vaqt o'tgan sayin потом o'sha reputatsiyaga ishlab ko'proq kelish boshlaydi. Значит, либо qanaqadir katta kompaniyada yaxshiroq должностьda ishlashingiz kerak, yaxshi oylik olish uchun, lибо o'zingiz kompaniya ochib, freelance qilib, условно ko'p kompaniyalar olishingiz kerak, to'g'rimi? Либо это, либо другое. Просто birinchisida sizda ответственность kamroq, a ikkinchi variantda ответственность ko'proq bo'ladi, to'g'rimi? Chunki birinchisida, допустим, korxonaga bo'lsa ham korxona javob beradi, yo bo'lsa, допустим, mini korxonalar ko'p bo'lsa, ko'p firma bo'lsa, bu ko'p soliq bilan muammo degani. Chunki 10 ta firmada 10 ta как minimum muammo chiqishi mumkin. Buni hal qilish, buni regulirovka qilish, soliq bilan barba qilishga mana kerak, kuch kerak, xvatka kerak bo'ladi. И buxgalteriyada, допустим, prям xarakteri bor, ertaga shu soliqdan o'zini haqqini uzib oladigan odam bo'lishi kerak. Sal ko'proq gapirilsa, сложный кейс chiqsa, qo'rqib ketib, emotsiyaga ketmasdan o'sha xvatkada turish kerak bo'ladi. Как этот gapiruvdi-yu, bitta tadbirkor, duh kerak edi. O'sha buxgalter bo'lishning duh kerak edi. Bunaqa bo'lmasa yomon qiynalasiz, потому что qiyinchiliklar yeb qo'yadi deb buxgalter o'sha qiyinchilikdan chidab o'ta olish kerak. Вот. Как-то так, lekin buxgalteriya классная, это сердце бизнеса. Agar o'rgansanglar, shundan pishib chiqsanglar, огромный плюс. И bemalol siz oilangizni ham boqa olasiz, o'zingizni хотелкalaringizga ham erisha olasiz. С любовью qilib uni oxirigacha borsangiz, шикарно. Maksimalni necha pul topsa bo'ladi buxgalteriyada? Maksimalni, допустим, $3000, $4000 крупный korxona bo'lsangiz. Agar konsalting ochsangiz, допустим, bizda men ishlagan konsaltingda 300 million, 400 million tushardi-da, допустим, xizmatdan. То есть, bu endi qancha firma yurg'izishga, qancha ob'em ko'tarishingizga bitta buxgalter, no maksimum 3000-4000 ga, 5000-6000 ga chiqar как-то-da. Потом уже помощникlar kerak bo'ladi. Помощник buxgalter qo'lida yordamchilari bo'lib, maksimalni ko'paytirsa bo'ladi. Tak средний yaxshi buxgalterlarning narxi 2000 dan 3000 gacha. Undan ko'pi yo konsalting bo'lib ketadi, yoki prям super востребованный специалист bo'lib, международный korxonada ishlashi mumkin. No, agar условно o'zingizda shu kompaniya konsaltingingiz bo'lsa, limitda yo'q, to'g'rimi? Уже потолоqi yo'q edi. Chunki xodim qabul qilaverasiz, firmalarni qabul qilasiz, объемni qabul qila olib, обработать qilsangiz, все o'sib ketaverasiz. Chunki buxgalteriya har bitta biznesga kerak narsa-da, to'g'rimi? Har bitta biznesga kerak va bu hozir O'zbekistonda rivojlanyapti, что outsourcing buxgalteriya. Oldin onlayn buxgalter bu tucho degan narsa edi-da. То есть har bitta odam buxgalter o'zini ofisida ushlab o'tirgisi keladi. Hozir esa ofisda buxgalter ushlash, printer kerak, oylik kerak, один
hisob berish kerak, rasxodi juda ham ko'pda. Shuning uchun kamgina to'lab, yaxshi buxgalterskiy kompaniyaga to'lab olgani yaxshiroq. Chunki siz содержать qilishingiz kerak. Ko'p bizneslar, startap bizneslarda elementarni buxgalterskiy kabinet qilishga anus yo'q. Возможно, допустим, salonimiz bor, общепит bor. Ularda yo'q-da, buxgalter o'tirishga imkoniyat. To'g'ri. Поняла. Sizni hozirgi firmangizda, masalan, odatda o'zlarini buxgalterskiy firmalari bor, businesswoman. Вот. Sizni firmangizda hozir qancha kompaniya? Bizda hozir 50 taga yaqin kompaniya bor edi, lekin ozginchalar kamayyapti, chunki hozir ekonomikada, по-моему, qiyin nimadir ekonomika tushib ketdimi, nimadir bo'ldi, chunki не только у нас. Да, krizisный moment bo'lib qolyapti, что klientlarimizda kassovый разрывlar, klient ketish, объемlar tushish bo'lyapti. Bu narsa oktyabrda ham bo'lgandi. Endi o'zlaringiz bilasizlar, biznesda как amerikanskiy borki, ko'payadi, kamayadi. Пока что bizda bitta proyektlar yopilyapti. Lekin biz Instagramga reklama berib, o'quvchilarni olamiz, чтобы обратно o'sha ko'tarib olib, o'zimizni уровеньga ko'tarib olib и дальше идти. Вот. Значит, 50 taga yaqinda? Да, 50 taga yaqin. И nechta odam ishlaydi? 7 ta buxgalter ishlaydi. Вот, hozir biz sentyabrda yana yangi buxgalterlar qabul qilmoqchimiz, chunki bizda zoomerlar ko'pincha. Yo'q, bizda zoomerlar yaxshi. Da, bizda zoomerlar yaxshi, chunki o'zimizda shogirdlardan самый сильныйlarni yig'ib olamiz. Bu именно buxgalteriyani yaxshi ko'rgan, достигаtor, motiv samorealizatsiya. То есть именно men o'zimni pulimni topmoqchiman degan maqsad qo'ygan odamlarni qo'yaman, chunki ular prям rostga keladi. Yoki oilasi bor, o'zini oyligi bo'lishi kerak, bola chaqasi uchun ofisga kira olmayapti. Motiv dekretdan chiqib ketish odamlarni olamiz. Yoki bizda krediti bor, kreditni to'lashga oyligi bonus ketib qolyapti, lичный расходga pul qolmayapti. Motiv krediti bor. То есть har bittasi xodimimda o'zini какой-то motivi bor va bular zo'r ishlab, zo'r rezultat ko'rsatyapti. Chunki aytishadi-yu, кто самый классный продажник? Разведённый, 3 ta bolasi bor, ayol zo'r продажник bo'ladi, chunki bolasini boqish kerak. Shuning uchun har bitta olgan xodimni просто ish kerakligi uchun emas, qanaqadir uni motivi bo'lishi kerak. Ну, это круто, что ты прям изучаешь har bir xodimni psixologiyasini, подход. Это очень круто, то, что ты вот хочешь им помочь выбраться из ситуации, условно, да, жизненных. Это прям очень круто. Chunki zo'rda, hozir student qizchalarni hech kim ishga olmaydi-ku. Va ular bizga kelib, ishlab, biz ularga ishonib, oylik to'lab, rostga yordam berganimiz uchun ular как благодарны bo'lib, maksimalniy rezultat berishyapti-da. И bu yerda aytgan ayollarimiz ham, "Sen dekretdasan, bola chaqang bor" deb hamma ishdan bo'shatib yuborishadi-yu. Ular ham без работы, к примеру, сидят. Ularni ham ishga olib, qo'limizni cho'zganimizga ular ham благодарны bo'lib, maksimalniy rezultat ko'rsatyapti-da. То есть, men ham foyda olaman, ular ham foyda olyapti-da. То есть, win-win схема bo'lgan. Поняла. Случайно, влажной салфетки нету? Самина же, да? Самина. Салфетка влажная есть? Вот, соберу, что-то қолым, какой-то. Влажная салфетка есть? Чувство, вот. Или какой-то этот обкели, этот ванной мамочки обкураны, пусть помоют руки. Нету, да, салфетки? Не. Ладно, давай сейчас тогда продолжим потом, чтобы не прерываться. Мы же это отрежем, да? Да, пофиг, ставим уже. Если есть, принеси. Одну дай, пожалуйста, если не сложно тебе. Знаешь, у меня всегда, қолымда nimadir bo'lsa, мне неприятно, вот, я не могу. Потеет? Не потеет, г'alati ощущение bo'ladi, как будто грязные, знаешь? Я очень часто мою руки. Очень часто потеет, почему? Да, у меня тоже потеет. Я не понимаю, почему odamlarga qo'limni bersam, Что такое? Ой, извините, Манда ушиб, типа, капец, у меня потные руки. Может быть, из-за того, что мы очень тревожные? Мы тревожные, и работает стресс ко'p. Да. Мне кажется, это из-за стресса, из-за нервов, чекап qilish kerak. Mancha manikyurda o'tirganimda har bitta manikyurщица menga "Voy, qo'lingiz yomon patlivoy ekan" deydi. Да, deyman. Еще Чё? Manga yetishmagan, uni перчаткада bo'lganda не замечаю. Мне каждый раз говорят, еще qo'limcha, lak surayotganda особенно titraydi deydi. Ой, у вас руки трясутся, deydi, har safar shunaqa deydi. Этот, из-за чего, deydi? Я просто кофе выпила, deb qo'yaman. На самом деле просто отмазку придумала. Да. Нет, на самом деле это реально, men juda ham ko'p kofe ichaman-da. Kuniga 2-3 ta kofe. Tiratadimi kofe? Chashka ichishim mumkin, да, кофе ichib. Влияет, ой, кошечка пришла. Anaqa kardioga влияет, на сердце, yurakka. И buxgalter bilan buxgalter ishlaydi. Buxgalter, accountant, котик. Такая сладкая. Что передать? Видео не порти. На. Я это тоже ставлю. То есть не буду отрезать.
Ладно, keyingi savol. Qizli bolalarning matematika. Yo'q, anaqa xunuk ko'rinmadimi yoki nazar to'xtatdi? Нет, это шикарно. Просто modelka o'zi bu qiz buxgalter emas, model bo'lish kerak edi. Qarang, даже sochlari hamma joyi идеальный, просто и лицо, и фигура, и рост, и кожа, и волосы. Просто реально жалко, да, что такая красота пропадает. Mayli, brand face kerak bo'lsa, мои контакты. Обращайтесь. И вот руководитель Zoomer такая, понимаешь, что kerak bo'lsa ham пишите. Включился. Buxgalter bo'lish uchun ACCA kerakmi? Yo'q, вообще kerak emas. Ko'plar menga kommentariyamda просто hate полный. ACCA bormi? ACCA bormi? ACCA'm yo'q, hali olish niyatim yo'q, chunki международный buxgalterga o'tishdan oldin birinchi o'zimizni milliy buxgalteriyani o'rganishingiz kerak. Bizda o'zbekskiy buxgalteriya, o'zbekskiy standarti va o'zbekskiy налогообложение va o'zimizni 1С platforma, o'zimizni soliqqa integratsiya qilingan. O'shandan soliq topshirasiz. Men konsaltingda ishlamayman 5 yildan beri. Bir marta ham menga ACCA kerak bo'lgani yo'q. Agar siz Big Four'da ishlamasangiz, не нужно deydi-yu. Это же английская, это правильно? Да. Программа Это bo'ladi. razi galочка olib qo'ysangiz bo'ladi. Bu oyligingizni усилять, oshirib beradigan narsa. Agar chet el korxonalarida men MSP bilan ishlayman. Малый средний бизнес. Малый средний biznesga вообще международный бухгалтерия kerak emas. Это не моя целевая аудитория. Да. Ana kattaroq kompaniya bo'lsa kerak bo'lishi mumkin. Международный kompaniya bo'lsa. Import eksporti kuchayib ketadi-yu, вот. Ularga kerak. Xo'p. Так, buxgalter bo'lish uchun qayerda o'qish kerak, qaysi universitetga o'qishga kirish kerak и вообще diplom shartmi buxgalter bo'lish uchun? Men o'zim biznes yo'nalishida o'qiganman. То есть не бухгалтерское направление, bizda buxgalterskiy fanlar bo'lmagan ham, lekin ko'ryapsizlar, men buxgalter ishlayapman, buxgalter orqali o'zimni proyektim o'sib keldi. Bu случайно bo'lgan, men buxgalterlik konsalting ochaman degan niyat bo'lmagan. Вот. Kurslar faqat kurslarda o'rganasiz, o'zingiz sertifikat, diplom kursdan ketadi, keyin siz borib ishlaysiz, opit yig'ib olasiz, всё. То есть diplом не обязательно? Не обязательно. Agar siz, допустим, международный sertifikatlar ACCA yoki o'zimizda milliy sertifikatlar bor, auditor yoki soliq konsultanti, ularga экономическое образование kerak. Не именно бухгалтерское, экономическое образование. Buni biznes, finance va shunaqa narsa bo'lishi mumkin, bemalol bo'lsangiz bo'ladi. Siz еще xalqaro universitetda, TIM universitetida o'qigansiz, to'g'rimi? Да. Men именно tadbirkorlik va международный biznes yo'nalishida o'qiganman. Va diplomim bor. Shunga bemalol ertaga sertifikatlarni ham ola olaman. Lekin ACCA'da sizga diplomingiz yordam berishi mumkin. Допустим, men международный tugatganim uchun F1 da menga diplomim borligi uchun berishadi avtomatik. Без imtihon. Agar menda accounting va audit fakultetida bo'lganida F3 gacha men без imtihon ACCA'larni olsam bo'lardi-da. Здесь я теряю. Shuning uchun agar реально men buxgalter bo'laman va shu sohada qolaman desangiz, accounting fakultetiga kirsangiz bo'ladi. Men buxgalter bo'lish niyatim yo'q edi va buxgalteriya sohasida umrimda oxirigacha ishlash niyatim ham yo'q. Shuning uchun men buxgalteriya fakultetini tanlamaganman. Men ko'pincha tadbirkor sifatida ketmoqchiman va shunga ham buxgalteriya konsalting bo'lgan. Значит, siz aytdingiz, что hayotingizni oxirigacha buxgalter bo'lmoqchi emassiz, to'g'rimi? Yo'q. Yana qanaqa sohalarda ishlab ko'rgingiz kelardi, условно? Hali bilmayman, lekin o'ylab ko'raman o'sha moment kelgan. Hozircha nima, meni qo'limdan yaxshi buxgalteriya kelyaptimi? Shu buxgalteriya sohasidan uchta chiqaz bor. Что-то она это грызет дверь. Он хочет в туалет, да? Да. У нас с тобой даже цепочки, да, одинаковые? Смотри, мы сегодня... Близняшки. Близняшки. Ой, Андрей, Крис. Я постоянно с кем-то башками сталкиваемся мы. Ой, Сандат, Канталат, ой, такая красивая Сандат. У меня не хватает слов. Ладно, давайте Вот у дальше. тебя прекрасно, у меня за сидит. Так, Вот, вот, shunga men, допустим, yo'q, qo'limdan hozir normal buxgalteriya kelyapti, buxgalteriya kompetensiyam yetyapti, shu orqali oylik topilyapti, shu orqali biznes qilyapti. Agar nimadir boshqa sohani yaxshiroq bilganimda, конечно, hozir men bloging yurgizaman, menga media sohasi ko'proq yoqyapti. Возможно, men media sohaga ketib qolarman yoki налоговое консультирование, то есть buxgalteriyadan chiqib ketaman deb полностью soliq o'tib ketishi mumkin. То есть buxgalteriyaning eng zo'r narsasi siz yoki finansist yoki auditor yoki soliq ekspert bo'lib ketsangiz bo'ladi. То есть buxgalteriya kidayish, но схожий sferaga o'tib ketsa bo'ladi. Agar buxgalter bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz?
yoki bloger yoki налоговый konsultant. Круто. Из тебя хороший блогер выйдет, я думаю. Rahmat. Reklamalardan pul topib yurardim. Да, из файс. Потому что и aqlli, и chiroyli, и все в одном. Так, ладно. Дальше. Так. Hozir. Mana вот как раз продолжим тему bloga. Nimadan o'zi blog yuritish sizda xohishi ideyasi chiqqan? Men har doim bloger bo'lgim kelgan, lekin oddiy lifestyle bloger bo'lishga to'g'risini aytsam, ota-onam qarshi bo'lgan. Tipa ota-onalar bizda tushunishmaydi-yu, blogging yaxshiligini, yomonligini. Bu какой-то ota-onaga cringe. To'g'risi nimaga qizim deb. Sharmanda. O'zini tam hayotini ko'rsatib, bloger bo'lish, men допустим juda ham ko'p russkiy YouTube qizlarni ko'rib yurardim va o'zimning hayotimni ko'rsatdim. Mariana Way, Katya Клэп, да, знаешь, что это? Katya Adushkina bo'lgan, bilasan? Katya Не, я вот Олдов знаю. Katya Клэп, Mariya Way, это прям мои... Oldovdan keyin paydo bo'lgandan ko'rganman-da. То есть qiziqqanman, всегда o'zim aktivniy lичностьman. То есть и популярный bo'lish orzum ham bo'lganda. И keyin men o'ylab ko'rdim. То есть, во-первых, buxgalteriyada klient topish konsultatsiyaga juda ham qiyin, o'ta qiyin. Bizda 3 oyda bitta klient kelardi, вот. Я думала, Instagram boshqa sotsiальный setlar какой-то поток klientов bo'ladi, chunki biz OLX ga berganmiz, reklama ham sotganmiz. Поток klientов нет. Sayt ham qildirganmiz $500 0 прихода-da. Вот. И shu orqali tipa ekspertni video qilib klient olamiz dedik. Shu bilan boshlanib ketdi. И моя мечта, xo'p, lifestyle bloger bo'lish mumkin emas bo'lsa, значит, professional bloger bo'lamiz. И hozir tushunyapman, lifestyle blogerda konversiya kam. Siz reklamaga qarab qolasiz. То есть, lifestyle blogerda faqat reklamaga qarab qolib, o'shadan pul topa oladi. Siz ekspertni bloger bo'lsangiz, sizni blogingiz o'zi produkt, buni sotib, sizda подписчиklaringiz, просмотрlaringiz pulga konvertatsiya qilish juda ham ko'proq ekan. Shunga, вот. O'shani konversiya ko'pligi uchun я поняла, что не зря я профессиональный блогер. То есть bir xil payt vlog qilib hayotimni ham ko'rsata olaman, lekin qancha ko'p blogim menga pul olib kelgani menga важныйroq. Хорошо. Вот men har doim Saodatga aytaman, mana da bu ekspertni blog olib boradi, da gap yo'q. Но ko'proq lifestyle ko'rsat, ko'proq вот она в жизни очень прикольная, условно, да? Но она в блоге очень серьезный ko'rinadi. И faqat ekspertning tomonini ko'rsatadi. Har doim aytaman, давай, mana shuni qo'y, там lifestyle qo'y deyman. Bu uyaladi, qo'ygisi kelmaydi. Вот yozinglar комментариях. Кто хочет узнать ее поближе, да, вот более личность узнать, hozir личность раскрывать qiladigan savollarni ham beramiz. Yozinglar комментарийda какой контент вы от нее хотите. Vloglarimiz sekin раскрывать qilyapman. И storieslarimizda bizning ofisni Да. Так что Вот ko'ringlar. побольше лайфстайла хочется от тебя, знаешь, той личности. Да, это shuda, что типа faqat umni говорящий голова bo'lsa, odamlar zerikib qoladi. Да. Так что bo'ladi skoro. Так, o'zi nimaga siz вот qiz bolalar обычно они мечтают о endi среднестатистический qiz bolani oladigan bo'lsak, там СНГ davlatlarda они мечтают успешно выйти замуж, там платье, шмотки, там найти богатого мужчину, РГТЕ, понимаешь? Откуда в тебе столько амбиций? Siz shunchalik трудоголик qizsiz, shunchalik ko'p ishlaysiz, серьезный достигатор, вот не уставая, пахаешь ты. Откуда в тебе это желание? И что ты хочешь добиться через это? И вот, да. Xo'p, такой сложный воплoslardan bo'ldi. Да. Birinchidan men eng katta farzandman va eng katta farzand bo'lganim uchun, конечно, ota-onam ko'p narsa mendan talab qilishgan. Номер 1 bo'lgin, unga erishgin, bunga erishgin deb talab qilishgan. Shu ham как-то поспособствовал desam bo'ladi va o'zim ham номер 1 bo'lishga umuman прям maktabda ham, допустим, zo'r o'qigim kelgan, universitetda ham номер 1 bo'lgim kelgan. Qaysi sohaga kirsam ham прям лучший из лучших bo'lgim keladi. У тебя тоже нарциссическая травма есть, да, мне кажется? Ну, bilmadim, lekin мне кажется, у нас с тобой одинаковые травмы, потому что я тоже birinchi farzandman, birinchi qiz anaqa, там, понимаешь, и я тоже всегда везде хочу быть самый лучший. Вот, shunisi bor deyman-da, номер 1 bo'lib, kimdir mendan yaxshiroq bo'lsa, o'shani o'zimga cel qo'yaman deb konkurent abaysi qilish kerak. Да. Mana o'sha odamni sindirib, да. zo'r rezultatga bo'lib, uni qilishim kerak deb o'zimga gradatsiyalar qo'yaman-da, kimdan o'tib ketishim kerak. Да. Bittasini обогнала, все, следующий таргет. Потом его обогнала, следующий таргет. Shunaqa. Вот shunaqa qilish kerak, to'g'ri. Вот, и активная личность. То есть men oldin yaxshi qiz O'zbekistonda bu nozik,
нежный, такой семейный. U ishni qiladi, готовка, stirka. Такой, bizani, допустим, zoomerlarni tilida pikmi deyishadi. Lekin men unaqa demayman. Домашняя Да, девочка. menga тихий, спокойный, chiroyli, нежный qizlar bo'ladi. Ularga rosa havasim ketadi. Да. Прям очень havasim ketadi. Mana shunaqa qizlarni такой спокойныйlarni ko'rsam, Nima kerak emas, особо от жизни, все. Да. Это то, что есть, все, им достаточно. Shunaqa qizlar menga juda ham havasim ketadi. Да. Yoshligimda men что-то san слишком aktivniy chiqib qolsan, ovozimizni tonki qilamiz. Yoshligimda bo'lgan moment, когда 1-2 hafta men ovozimni специально tonki qilib yurardim, нежно разучать qilish uchun. Реально? Ты же и так нежная, куда еще нежнее? И ovozim sal qo'polroq deb o'ylayman. Hozir я, конечно, понимаю, что у меня самый лучший голос в мире. Lekin o'sha payt menga qo'polroq o'g'il bolacha sifat ovoz deb tuyulardi. Hozir o'ylayman, допустим, ishchan bo'lsam ham menda какой-то задатки мужчины, там, пацанка emasman-da. Вообще пацанка emasman. Да. Просто Ты o'zimni, женственная. да, rahmat. Ты очень, да, ты, несмотря на то, что трудоголик, но ты не потеряла свою женскую энергию. Это очень важно. Rahmat. Qiz bola energiyasini, ayollik energiyasini yo'qotmagan, даже ko'p ishlasa ham. Просто o'sha energiya bor, menda ham bitta polite energiya, o'sha energiyani to'g'ri ruslaga направлять qilib, то есть shu qayergadir yo'qotish kerak bu energiyani, ishga yo'qotamiz, o'zini rezultatini beryapti. O'qishga yo'qotamiz, o'zini grantlarini berdi. Sportga boraman, sportda ham, допустим, blogimda bu qo'yilmaydi, lekin men aktivniy sport bilan shug'ullanadigan odamman, sportda ham juda ham aktivniy chiqib yuraman. O'sha energiyani qayergadir sliv нужный anonga. То есть hammadan boy bo'lgim kelyapti, zo'r tadbirkor bo'lishni niyati yo'q, просто energiyani to'g'ri joyga yo'naltirish. Откуда в тебе? Давай ответь. Allo. Assalomu alaykum, hozir chiqamiz. Bo'ldi, hozir chiqib qabul qilib olaman. Что такое профессиональный голос? Assalomu alaykum, bo'ldi, hozir qabul qilib olaman. Dostoqqa keldi. Вот. Всё, То есть да. energiya kelgan, просто, допустим, yaxshi joyga направлять qilyapti. Qayergadir borib, плохой joylarga yoki бездельничество qilib yoki gulyankalik ishlatgandan ko'ra proyektimga ishlataman, то есть o'zimni прокачкам. Подожди, откуда у тебя столько энергии? Bilmayman. Откуда? Вот честно bilmayman. Ты какой магний ты пьешь или какой витамин пьешь? Yo'q, просто men pozitivniy lичностьman, o'sha pozitivniy lичностьga ham yordam beryapti. А так magniy, pagniy hech narsa yo'q, nimaligini ham bilmayman. Так что просто Повезло. Почему ты решила стать бухгалтершей? Bu sizni o'zingiz qaroringiz bo'lganmi или ota-onangizmi? ota-onammi? Что-то в этот раз ультра коротко ответил. У тебя из крайности в крайность. Либо огромные полотна, либо одно слово. У тебя максимализм, да? Это юношеский. Yo'q, men o'zim просто ota-onamni demoqchi edim. Reaksiya, emotsiya berib, bularni reaksiyasini ko'rib, keyin раскрыть qilmoqchi edim. Я O'zim нормально реагирую на это. Я тоже из-за папы в банк пошла же. Да? Да. Ketdi, yig'lab kelaylik. Кету. По нам же видно, мне кажется, что мы не сами хотели. Ну ладно, нет, шучу на самом деле. Я очень рада, что я попала в эту Я сферу. тоже rada что я стала бухгалтером. Ota-onam menga hozir aytib turgani yo'q. Сверху. Ota-onam aytgani yo'q. Пчела посадят. Блин, что за редко сила? Не выключай, вот пусть стоит. Ой, блин, это тоже это, да? Мы это видео уже какой раз снимаем? Пытаемся уже 5-й раз, наверное, заснять. У нас то свет выключается, то второй свет. Opashka. Opashka? Opa deb qo'ya qoling. Xola deb qo'ya Yo'q, qoling. otalarim hazillashib, Alina oppa, Ruxsora oppa, ya'ni Asil oppa deb chaqiraman-da, то есть oldiga oppa qo'shib. Qariligi uchun emas, просто прикол. Спасибо большое. Так, хорошо, вот sizni ota-onangiz решенияsi bo'lgan, to'g'rimi? Да. И сожалеть qilmaysizmi? Yo'q, qilmayman, chunki men xo'p deb ketmaganman, конечно. O'zimnikini ham anu ideyamni olib chiqaman, обсуждениеga. O'zi kim bo'lmoqchi bo'ldingiz? Men o'zi kichikligimda ustoz bo'lgim kelgan, учебный центр ochib yoki начальный shkolani ustozi bo'lgim kelgan. Nimaga начальный shkolani? Chunki начальный shkola ustozlariga juda ham ko'p podarka berishardi. O'sha podarka olish. Какая вы, Лариса Васильевна? Niyatida. Podarkахор. Yo'q, bizga mana blokdan kelyapti podarka, buxgalterlarga ham ko'p kelardi. Так что erishdik unisiga ham, bunisiga ham. O'qituvchilik qilardim men, lekin o'qituvchilik qilganman. Nima bo'yicha? Английский студентlar boshida nimadan pul topadi? Angliyskidan. Да, я тоже работала учителем. Мы что, с тобой близнецы? Да, мы что с тобой, это что ли, близняшки? Вот. O'tda nima bo'lgan? Да, я это делала и параллельно бухгалтерiyani o'qib, и зоопаркka buxgalter ishga kirganman.
И adam tashlab ket o'quvchilaringni 1,5 millionga kelyapti uchtasidan zачем zooparkdan yaxshi pul olasan-ku deganlar. Man yo'q, menga yoqadi, men buni tashlab ketmayman deganman. Но у меня был момент сравнения. O'quvchilar zo'r, lekin ular o'rganmasa, so'z yodlamasa, ishni qilmasa, то есть o'quvchidan отдача bo'lmasa, 100% rezultat bera olmaysan. То есть o'quvchidan ham отдача kerak. Hamda ota-onalar shuncha qatnayapti, rezultat yo'q deb gapirgan. Хорошо, спасибо большое. Keyingi savol. Gapirib bo'lmadim. Sal qisqaroq qiling. Iltimos, bu film bo'lib ketyapti, o'sha dokumentalniy intervyu Sobchak oladi 3 soatlik. Shunaqa bo'lib ketyapti. Mayli, sarana. Buxgalteriyada 100%, 80% rezultat ko'rsata olasiz, chunki uchetni o'zi yurg'izadi. Shunisi bilan yoqqan qolib ketganman, bo'ldi. Shu bilan buxgalter bo'lish menga yoqadi. И finans sohada pul ko'p. Вот. Shuning uchun не зря папа меня туда направил, deydi. Плюсую. Так, будучи вот qiz bola bo'lib turib, o'zini kompaniyasini imej qilish, boshqarish, 7 ta odamni boshqarish siz uchun qiyin emasmi? Menimcha men kompaniya по приколу yurg'izaman. Чисто зумерский ответ bo'ldi. Любой narsani по приколу qilaman deydi. Да, men по приколу qilaman. Просто так deb men bu korxona bo'lib ketadi, 7 ta xodim bo'ladi, 50 ta kompaniya bo'ladi va shu o'ylamaganman ham. O'zi bo'lib ketyapti. Men o'zimga o'zim ishlagan buxgalteriyada men kompaniya asoschisi, tadbirkor deb o'zim ishlab chiqmayman. Просто o'zimga ishlagandim. Bu bunaqa proses bo'lib ketdi. Вот, как-то так. Знаешь, вот shunaqa deyishadi, ключ к успеху hamma narsaga по приколу относиться deyishadi, по фану. Да, по фану. Слишком ko'p urg'u berib yuborsangiz o'xshamay ketadi bir xilda, bilasizmi? Да, может shungadir. И может, возможно, buxgalter bo'lganim uchun osonroq, chunki men и так boshqalarni korxonalarini olib borardim-ku, buxgalteriyasini, bank, xodimlar, soliqlarini, вот. То есть полностью o'shqani o'zim yurg'izardim buxgalter bo'lib. И buni yurg'izgandan keyin o'zingnikini ham тоже besplan yurg'izib olasan-ku. Sotrudniklarimiz aytganimdek, motiv bo'yicha olganmiz, hammasi yaxshi. Lekin, конечно, bo'ladi, minuslari ham ko'p, minuslar. Vashe korporativniy deb yurg'izish birovni qo'lida ishlaganingiz g'arazi yaxshiroq, lekin что поделать. Так, мусорlarimiz turgan ekan, надеюсь, никто не видел. Так, xo'p, keyingi savol, oxirgi savol. Я уже убрала телефон. Не сложно ли ishxona bilan shaxsiy hayotingizni совмещать qilish? Как вам это удается и вообще удается ли? Да, удается. Sal shaxsiy hayotingiz haqida gapirib berasizmi? Да, конечно. Shaxsiy hayot nimani ma'noda? Siz tushundingiz mani ma'noda sotganimni. На такие вопросы я отказываюсь отвечать. Почему? Mayli, mana hop, birinchi savolimga javob bering. Qiyin emasmi bu? Men, допустим, faqat bankskiy kunlar ishlayman, то есть konsalting ko'p. Bu narsa tuyulishi mumkin со стороны, lekin bizda mini firmalar, yattalar, o'shqalar объем kam, ko'p emas. Soat 5 gacha bizning ishimiz ko'p, 5 dan keyin ishimiz yo'q. Суббота, воскресенье у нас выходные. Bemalol man OneFit'ni aktivniy yuzerlariman. Да, конечно. OneFit'ni aktivniy yuzerlaridaman. O'tga-bo'tga o'rtoqlarim bilan ko'rishaman. То есть нету такого, что men o'zim o'rtoqlarimni yoki qayerdadir личный yoki семейный hayotdan to'kilib qolgan momentim bo'lgani yo'q-da. То есть чисто из-за того, что men faqat 24/7 emas bankovskiy vaqt ishlaganim uchun у меня я успеваю на все deydi. Men ketga bitta tur sportga emas, 2-3 ta tur sportga ham borishga ulguraman. Круто. O'rtoqlarim bilan ham ko'rishaman, допустим, не знаю, blogerlar bilan, o'zim личный boshqa подружкаларым bilan, которые не блогеры. Типа блогеры и подружки это типа разные эти, да, для тебя? Типа блогеры это не подружки, да? А bunisi блогеры, а bu это остальные подружки, да? Допустим, ko'rishamiz и videosъемка qilishimiz kerak, shunga ham vaqt ketadi. Обычный подружкалар bo'ladi, которые просто посидеть qilish kerak. Ular bilan ham vaqt bo'ladi. Личный hayotdan mahal erga tegmaganman. Seni bilarsizlar, ana shu buxgalterша свободно. Erga tegmaganman. Всё, остальное не хочу рассказывать. Ладно. We respect your boundaries, как бы, да? Хорошо. И то ты нам ответила на этом, спасибо. Да. Так, в принципе, я спросила все вопросы. Твой совет нашим зрителям. O'zlaringiz xohlagan sohada rivojlaninglar. Возможно, ota-onangiz tanlab bergan soha полезно zo'r bo'lishi mumkin, возможно, ровно наоборот bo'lishi mumkin. Shunga eng pul olib keladigan sohaga qiziqmanglar. Вам что нравится?
o'shani tanlab, o'shani усиление qiling va o'sha sohadan yaxshi pul topishni boshlaysiz. Bitta buxgalter, aytishnik, logizor, foto deb o'ylamasdan sizga nima yoqadi? Dizaynerlik yoqadimi? O'shani qiling. Blogerlik yoqadimi? O'shani qiling. Boshida kam pulga ishlaysiz, lekin opitingiz oshgan sari, vaqt o'tgan sari oyligingiz o'sha xohlagan summaga chiqadi. Занимайтесь тем, что вы любите. Вот. Пока. Bizning kanalimizga obuna bo'linglar. Da, Instagramdagi Biz uchun juda ham muhim. Da, Instagramimizga hamma havolalarni описаниеda qoldiramiz. Saodat Instagramim, что еще Telegram kanali, там TikTok balavatlarni. Вот, обязательно YouTube'da ham obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, обязательно любой izoh yozsanglar bo'ladi. Bitta smaylikmi, tochkami farqi yo'q. Chunki bu hamma aktivностьda bizning YouTube kanalimizni topga olib chiqishga, reklaga пробиваться сквозь тернии qilishga harakat qiladi, yordam beradi. Chunki вот Instagramda у нас уже развитые блоги, а YouTube'da biz endi boshlaymiz. Shunga bizga sizlarni поддержкада kerak. Da, biz YouTube knopka olmoqchimiz, chunki biz narsistlarmiz. Да, мы хотим получить вот эту заветную кнопку, серебристую, огромную. Да, и золотую тоже. И золотую тоже. И бриллиантовую. Да, бриллиантовую тоже есть, что ли? 1 миллион подписчиков. Реально? Да. Прям с настоящими бриллиантами? Ну, не настоящий бриллиант, кажется. Просто блестящая, да? Блестящая. O'zi qancha 100 mingga beradimi birinchi marta или 10 mingga ham 100 beradimi? mingtaga beradi, 10 mingga bermaydi, к Bermaydi? сожалению. 100 ming, 1 million, 10 million. Да? Ну Так всё. что нам нужно пахать с видео. Давай хотя бы поставим цель. Hozir 500 Нет, 600, по-моему, у меня подписок. У меня 0. И ты тоже заведи. Banda bor, bitta 13 tane подписчиком bor. Шорс можешь просто там дублировать Да, для дублировать начала. qilish Да. kerak. А потом этот горизонтально. Всё. Моя yaqinda bitta blogershani YouTube'ni ko'rib qoldimda. Yulduz Erkinni, знаешь? Yo'q. Научпоп anaqa qiladi, с красными волосами такая. Kirsam, уже подписчика 40 ming. И qarang nima olyapti desam, она просто дублирует шорты, все, уже шортсdan 40 mingta подписчик. Kurchanovni bilasanmi? Kurchanov oldin angliska ustozida, hozir prodyuser bo'lib ketdi. Ular ham aytyapti, men просто Instagramdagi reelslarimni YouTube'ga dublировать qildim. 1 million подписчик bo'lib ketib, YouTube oldin deyapti. А Instagramda да, 400 mingtagina подписчик. Реально? Он просто говорит, я просто дублировал deyapti-da. O'zbekchada oladimi? Yo'q, это Kurchanov Rossiyadagi ruscha oladi. Он говорит, Instagramda 400 mingta. Va Instagramga olingan reelslarni просто YouTube'ga aniqotdi. YouTube'dan uni yomon ko'radi deyshadi. Bizda Instagramda ST ko'pda, to есть plyus qoldirsang nimadir jo'nataman. U bu narsani boshqa platformaga yuborish. YouTube'ga bu narsa yoqmas ekan, siz словесно можете сказать, чтобы они описание сами прочитали. Avtomatizatsiyani ulamasdan. O'shani joylarni kesib qo'yibdi-da, YouTube uchib ketgan 1 million подписчик, zolotoy knopkani olgan keyin o'ylayapman. Men har kuni reels qo'yaman-ku. Да, воздух ketadi. Instagram неблагодарный. Неблагодарный, bloklab tashlaydi еще удалить тащили. А тут еще этот монетизация, да, можно включить? И какое-то мероприятие, мировое чaqiradi. Давай mana bunaqa o'zimizga цель qo'yamiz. YouTube'da 1 ming подписчика праздновать qilamiz, давай? Всё. 1 ming подписчика bo'lsa, и давай что-то разыграем. Да. Подарим что-то. Может, начинающий блогерlarga ham свет, yoki finance надо berishimiz kerak. Так, я что могу подарить? Я могу подарить свою табличку бесплатно. То, что моя finance budget planner. И я могу подарить крем. Очень классный, зейтун. Вот. И давай что-нибудь, что еще? Я могу вам помочь открыть этот или ООшку for free. Продаем свои услуги. А потом забрать на бухгалтерию, но уже платно. Нет, давай вот что-то физическое, да, лучше, наверное, подарить. Bu hali tugamagan, дополнительasi bor, конечно. Agar bloger bo'lmoqchi bo'lsangiz, shtativ yoki svet поддержкаga yoki какой-то sladость bizda klientimiz bor, Sansep, ularda juda ham вкусный cheescake'lar, o'sha cheesecake'imizga sovg'a qilardim, o'sha blogerskiy narsalaringiz bilan. И плюс bizda бесплатный firma ochish услугasi. Вообще кайф. Ладно, hozir пока что uni поспешно qilmaymiz. Ming подписчик bo'lganda kommentariyaga yozinglar, что бы вы хотели, чтобы мы разыграли. Nima podarkani biza как на узбекском разыграть qilishimizni xohlaydilar. Podarkani sizga sovg'a qilishimiz kerak. Подписчик bo'lganda YouTube'da yozinglar. Все. Всем пока. Подписывайтесь.